Qizing qo'lingni ushlaganda u o'zini xavfsiz his qilmaydi. Nega? Chunki uning qo'llari senikidan-da kattaroq. Lekin buni har kuni biceps mashqlari bilan tuzata olmaysan. Men senga haqiqatan ham ishlaydigan narsani ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu video sizga aniq foydali bo'ladi. Agar qo'llaring yeng ichida suzib yurgandek bo'lsa, demak tricepsni e'tiborsiz qoldirayotgan bo'lsang kerak. Ularni triceps deb bejizga atashmagan. Bu mushaklar 3 ta bo'limdan iborat. Bu sizga uniceps yoki biceps emas. Ularni cho'zilgan holatda mashq qildirmasang tricepsning eng katta qismini ishlatmayotgan bo'lasan. Hattoki buingning tricepslari senikidan kattaroq bo'lishi mumkin. Agar tricepslarni o'stirmoqchi bo'lsang, mana shuni bajargin. Bu tricepsni cho'zilgan holatda to'liq ishlaydigan kam sonli mashqlardan biri. Keyingi qo'l kuningda 12 tadan 3 ta podxod bajar va natijani ko'r. 3 oydan keyin qaytib kelib shunday deysan: "Endi qizim o'zini men bilan xavfsiz his qiladi." Qizing yo'qmi? Unda muammo emas. Telegramga kirib Lura Match Bot deb qidir. Botga start ber va u so'ragan ma'lumotlarni quyidagi tarzda kiritib o'z profilingni yarat. Ana undan keyin boshqa profillarni ko'rishni boshla. Sizga yoqqan odamlarga like bosing. Siz like bosgan odamlarga bu haqda xabar boradi va u ham sizga like bossa bir-biringizga lichkangiz ochiladi va qolgan hammasini lichkada davom etishingiz mumkin.